Bu bozorda, Londonda joylashgan bu bozor, bu yerda barcha narsani topishingiz mumkin. Hatto siz hayolingizga kelmagan narsalar ham uchraydi. Qadimiy narsalar ham bor, idish-tovoqdan tortib elektrotovarga dor. Xullas shunaqa. Endi bitta tomoni bor, faqat naqd pulga savdo qiladi. Cash deydi. Katta ehtimol bilan naqd pul olib kelishingiz mumkin yoki bank transfer qilib berasiz kartasiga. Shu katta ehtimol bilan shu tomoni bor, lekin faqat naqd pulga savdo qilishadi bular. Lekin izlagan barcha narsangizni topsangiz bo'ladi, arzon. Bemalol o'zimizni bozorlar singari savdo qilib olasiz. Xohlagan narsangizni aytgan narxiga olish yo'q. Ko'ryapsizlar, original plisoslar juda arzon bu yerdan olsangiz, magazindan ko'ra ancha arzon olasiz. Masalan, mana bu Philips'niki 200 dollardan oshiqroq ekan. Ha, bunisi 100 dollar ekan. Philips dazmollar. Original dazmol. Ayollar uchun anaqa naborlar. Brand new, yes. Brand new seal. Juda ham arzon. Bemalol savdolashib olaverasiz. Bular ham plisoslar ko'ryapsizlar. Mana bu 300 dollar ekan. Nimaligini ko'ryapsizlar, mana qo'l quritadigan masjidlarga, jamoat joylariga qo'yadi. Original zonasi ekan. Bosh pilisosi bor ekan. Boshniki mana 70 dollar ekan, рабочий, ozgina ishlangan. Ajoyib. Bu pilisosimiz 130 dollar ekan. Bu ham ishlangan, lekin hammasi ishlaydi, toza. Bemalol savdolashib olsa bo'ladi buni ham. Shunaqa gaplar. Angliya bozorlari. Baraxolka yangisi ham bor, eskisi ham bor. Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Masalan, mana ugil ko'ryapsizlar. Buni tushunganlar biladi. Ichi junli ekan. Kojinli haqiqiy. Mellarni bemalol tortib olaverasiz. Qishda qorda yursa juda ham issiq narsa ekan. Olaman dedim. Juda arzon ekan. Faqat razmeri to'g'ri kelmadi. 40 ekan. Menga 42 yo 42,5 ketadi. Narxi arzon, lekin 13 dollarga berib olaman deyapti. Taxminan 200 ming so'mga original narsani qaranglar. Shuning uchun bozor arzon, butsalar ham juda arzon. Bu yerda mana 1 pound, 2 pound har xil narsalar bor aralash. 1 dollar, 2 dollardan 1 pound. 1 pound. 1 pound. 1 pound. 1,5 dollar, 2 dollar, har xil aralash tovarlar. Ko'ryapsizlar, bemalol xohlagan narsalarni tanlab olaverasizlar. Tanlaganingiz 1,5 dollar, 2 dollardan. Bu mana daradi shoxini kesadigan. Bunisi 9 dollar ekan. Magazinda 30 dollarga olasiz. 9 dollar, 3 barobar arzon. Hamma yo'q bor. Ключlar bor ichida. 2 pound. 1 pound.